Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Oldi bilan xabarlarimizning asosiy mazmunlarini tanishtiramiz. Sharq Turkistondagi ishlab chiqarish va qurilish qismlariga aloqador yangi dokument e'lon qilindi. Xitoyning obrazi yer shari miqyosida xonaklashmoqda. Uyg'ur Ma'arif fondi ta'sis qilindi. Xitoy jazo lagerlarining ismlarini o'zgartmoqda. Uyg'ur uchun dastur harakati dunyo miqyosida harakatga o'tdi. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sheffield Allam Universitetining Organ torbetida ko'rsatilishicha, mazkur universitetning qarmog'idagi Helena Kennedy xalqaro adliya markazi mushohida Sharq Turkistondagi atalmish ishlab chiqarish va qurilish qismlariga aloqador Xitoyning Kelgundi tashkiloti va uning Uyg'ur rayonidagi kishilik huquq tafsirchiliklar nomli 90 betlik bir dokument e'lon qilgan. Mazkur dokumentni Helena Kennedy xalqaro adliya markazidagi kishilik huquq va zamonaviy qo'lchilik sohasi professori Laura Murphy. Bu markazning tadqiqotchisi, ta'minot zanjiri tahlilchisi, shundaqla Sharq Turkistondagi majburiy emgak masalasiga oid bir qancha parcha dokumentning o'rtaq avtorlaridan biri bo'lgan Nirola Ilima va Sheffield Universiteti Sharq Osiyo tadqiqot markazining lektori David Tobin qatorliqlar birlikda tayyorlagan. Mazkur dokumentda ishlab chiqarish va qurilish qismlarining tarixi, rahbarlik qurilmasi, kishilik huquq tafsirchiliklari va uning majburiy emgak bilan bo'lgan chetishlik qatorliqlar boblarga bo'linib tafsili bayon qilingan. Teprintorning 30-yildagi xabariga ko'ra, o'tgan 20 yilda Xitoyning dunyoning nurg'un joylaridagi obrazi yaxshi yoki hech bo'lmaganda o'tir hol bo'lgan bo'lsa-mu, ammo yaqinqi 4 yilda Amerika, Yaponiya, Afrika, Osiyo va Sharqiy Yevropa qatorliq davlat va rayonlarda zo'r darajada nacharlashgan. Bir qancha dokumentda bildirilishicha, 1990-yillardan 2010-yillarning oxirigacha Xitoy bir bilik rayon va davlatlar bilan yaxshi munosabat o'rnatgan bo'lsa-mu, ammo hozir Xitoyning dunyoning nurg'un joylaridagi obrazi necha 10 yildan buyon eng nachar holat ekan. Pew tadqiqot markazining Amerikani o'z ichiga olgan 17 davlatdagi omma qarta berilgan tekshirishiga ko'ra, Xitoyga bo'lgan salbiy ko'z qarashlar tarixiy yuqori nuqtaga chiqqan yoki shuningga yaqinlashgan. Raysinash qatnashgan sanoatlashgan iqtisodiy gavdalardagi fuqarolarning mutlaq ko'p qismi Xitoyga nisbatan salbiy qarashni zarqagan. Bildirilishicha, Xitoyning dunyo miqyosidagi obrazining nacharlashidan nurg'un sabablar bor bo'lib, ular diplomatiyadagi ojizlik va uning o'rniga iqtisodiy majburlashdan ko'proq foydalanish, mag'lubiyatlik yumshoq kuch o'rnishi va Rossiya bilan bo'lgan aloqasining kuchayish qatorliqlarni o'z ichiga oldi ekan. Uyg'ur Project Fondi 7-29-kuni Uyg'urlarning milliy ma'rifini gullantirish, Uyg'urlar orasidan ko'plab ixtisos egallarining yetishib chiqishiga hamdamda bo'lish maqsadida Uyg'ur Ma'rif Fondi projektini yo'l qo'yganligini e'lon qilgan. Dr. Erkin Sidiq apandining Facebook sahifasida bergan bayonotida ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur Project Fondining qarmog'idagi Uyg'ur Ma'rif Fondi dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan ma'rif yordamiga ehtiyojli Uyg'urlarni moddiy yordam bilan qo'llaydi ekan. Egilishcha, Sharq Turkistonda yillardan beri millionlagan begunoh Uyg'urlarni tutib turayotgan atalmish kasbiy tarbiyalash markazlari nomida mavjud bo'lib turgan jazo lagerlarining ismini Xitoy yangi davrdagi madaniyatni amallashtirish markazi degan ism o'zgartgan. Xitoyning bunday qilishi jazo lagerlarining osonlikcha amaldan qoldirilmaydiganligini, balki boshqa nom ostida davom qiladiganligini ko'rsatmoqda. Angliyalik musulmon yoshlar tarafidan boshlanib boshqa g'arb davlatlarga kengaygan Uyg'ur uchun dastur harakati 2022-yil 31-yil dunyoning har qaysi joylarida harakatga o'tib, Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyatini qattiq aybladi. Egilishcha, yuzlagan musulmon yoshlardan tashkil topgan bu harakat har qaysi g'arb davlatlarida Uyg'ur masalasini kun tartibda saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega ekan. Shundaqla texmi ko'p musulmon yoshlarning Uyg'urlar bilan bir safda yarilib, Xitoyga oshkora qarshilik bildirishiga turtki bo'ldi ekan. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat, ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.